Bolaligimda tug'ilgan kunim kelishini kutardim. Tug'ilgan kunim yaqinlashganda xursand bo'lardim, chunki tug'ilgan kunimda menga odamlar sovg'a berardi yoki bo'lmasam pul berardi. Ko'targan sarim lekin mani tug'ilgan kunim kelishi mani qanaqadir bezovta qilishni boshladi. Ayniqsa shu 15-16 yoshlarimdan keyin shu 20 yoshimgacha qanaqadir tug'ilgan kunim kelsa men o'zimni unchalik yaxshi his qilmasligini tushundim. Chunki bilaman, что bir yilga qaridim, bir yil yashadim, nimalar qildim o'sha bir yil ichida, nimalarga erishdim va nimalarga erisha olmadim va yoshim o'tib ulg'ayotganimni his qilib, qanaqadir tug'ilgan kunimda men o'zimni yaxshi his qilmasdim. Lekin 21 yoshga kirganimda, mana shu 3-aprelda aytganimdek, men o'zimni juda ham yaxshi his qildim. Men qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishganim uchun emas, balkim o'zimda tushunchani shakllantirganim uchun. Qaysiki 3 ta narsa va hozir o'sha 3 ta narsani shu videoda tushuntirib beraman. Agar sizni yoshingiz 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, bu videoni ko'rishingizni maslahat beraman. Chunki men 15-16 yoshlarimda mana shunaqa videoni ko'rgan bo'lardim, ko'rish xohlagan bo'lardim. Birinchi tushungan narsam bu mana bo'ldi. 20 yil yashab emas, balkim mana shu 20 yoshimda asosan tushungan narsam deya olaman. Birinchi tushungan narsam bu sababsiz baxtli bo'lish. Misol uchun, sababsiz o'zingizni baxtsiz his qilyapsizmi? Demak, sababsiz o'zingizni baxtli his qilishingiz ham mumkin. Mana shu narsani tushunib yetdim. Chunki o'tgan yili 2025-yilda 22-sentyabrda men Polshaga viza oldim, talabalik vizasini oldim va ertasi kuni yoki где-то shu viza olganimdan keyin 2-3 kundan keyin menda qanaqadir yana o'zimda qanaqadir yomon his qilish boshlandi. Что qanaqadir hammadan qolib ketyapman, ishlarim yurishmayapti. Mana shunaqa yomon fikrlar anaqa qilib miyamda qanaqadir o'zimni baxtsiz his qiladigan bo'lib qoldim-da o'sha paytlari. Bo'lmasam o'sha 20 yoshimda ko'p narsalarga erishdim-da. Menimcha 20 yoshim hayotimdagi shu paytgacha eng zo'r yoshlardan bo'ldi. Ya'ni shu paytgacha 19 yoshimdan ham 18 yoshimdan ham 20 yoshda ko'p narsalarga erishdim va ko'p narsalarni tushunib yetdim. Shunga qaramasdan yanada o'zimni baxtsiz his qilayotganimni sezdim. Keyin men o'zimga e'tibor berdim, что o'sha 20 yoshimda 2025-yilda misol uchun qarang. Men o'sha payt anaqa olgandim. Polshaga viza olishimdan oldin, misol uchun prava olgandim, haydovchilik guvohnomasi. To'g'ri, hozir bir xillarga bu anaqa oddiy tuyulishi mumkin, lekin bu narsa ham muvaffaqiyat va qanaqadir achievementda bir narsaga erishingiz. Misol uchun o'shanda aytganimdek 2025-yilda 20 yoshimda prava oldim, ya'ni haydovchilik guvohnomasini oldim. Polshaga o'qishga kirdim. Qaysiki Polshadagi birinchi o'rinda turadigan universitetda, University of Warsaw va o'zimizda narxozga ham o'qishga kirdim, lekin narxozni tanlamasdan Polshaga keldim va Polshada o'qiyapman hozir. O'shanga qaramasdan qanaqadir men juda ham ko'p narsalarga erishdim-da o'sha 20 yoshimda. Aytganimdek, yana o'zimni baxtsiz qilyapmanmi? Keyin unda o'ylab qaradim. Men shuncha narsaga erishishimga qaramasdan, men nimaga o'zimni baxtsiz his qilyapman? Tushunyapsizmi? Misol anaqa oldim, Polshaga viza oldim. Zo'r anaqada Yevropada top 100 talarga kirgan universitetda o'qiyapman. Ya'ni o'qishga ketyapman o'sha payt, o'qishga ketish. Polshaga kelishni reja qilyotgandim, o'sha bilet oldim. Keyin o'sha paytda bitta narsani tushunib yetdim. Men shuncha muvaffaqiyatga erishib, kichkina muvaffaqiyat bo'lsa ham, shunaqa muvaffaqiyatga erishib ham men o'zimni baxtsiz his qilayotgan bo'lsam, keyinchalik kattaroq muvaffaqiyatga erishganimda ham men o'zimni baribir baxtsiz his qilaman deb o'sha yerda tushunganman. Sababsiz baxtsiz his qilyapmanmi o'zimni? Demak, sababsiz o'zimni baxtli his qilishga ham imkoni bor. Bu narsaning iloji bor.
Tushunyapsizmi nima demoqchiligimni? Agar sizni hayotingizda qanaqadir ishlaringiz o'xshamayotgan bo'lsa yoki o'zingizni sababsiz baxtsiz his qilayotgan bo'lsangiz, demak har doim o'zingizga eslating, sababsiz baxtsiz bo'lasizmi, demak sababsiz baxtli bo'lishingizni ham imkoni bor. Keyingi ikkinchi narsa bu kechagi kuningizdan bugungi kuningiz yaxshiroq. Bu narsaga ham o'zingiz hayotda bundoq e'tibor bersangiz, bugungi kuningiz har doim kechagi kuningizdan yaxshiroq bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham. Misol uchun qarang, men aytganimdek 18 yoshimdagi hayotimda, bir yilimda 19 yoshimda yaxshiroq bo'lgan hayotim 18 yoshimga qaraganda. 20 yoshim yaxshiroq bo'ldi 19 yoshimga qaraganda. Endi xudo xolasa 21 yoshim ham 20 yoshimga qaraganda yaxshiroq bo'ladi. Misol o'zingizga e'tibor bering. Hozir sizda nima bor? Sizda bo'lishi mumkin qanaqadir telefon yoki qanaqadir bilmadim, diplom yoki angliyskini o'rgangan bo'lishingiz mumkin yoki zalga chiqib trenirovka qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Balkim maktabni tugatgan bo'lishingiz mumkin, balkim o'qishga kirgan bo'lishingiz mumkin. Bunda o'ylab qarasangiz, o'tgan yilgi holatingizdan hozirgi holatingiz ancha yaxshi. E'tibor bering. Balkim sizda qanaqadir mindset bordir, qanaqadir o'zingizdagi bilimni kuchaytirgandirsiz. 1 yil oldin, 2 yil oldin bunaqa bilimingiz yo'q edi yoki bunaqa mindsetingiz yo'q edi, bunaqa qomatda emas edingiz yoki bunaqa angliyskini bilmas edingiz. Tushunyapsizmi? Shu narsani o'zingizda har doim eslatib turing, что bugungi kunim kechagi kunimdan yaxshiroq edi. Tushunyapsizmi? To'g'ri, 1-2 kun, 3 kun unchalik bilinmaydi, lekin 2 oy, 1 oyga qaraydigan bo'lsangiz, 1 oy davomida qarang, qayerga keldingiz. Misol uchun, angliyskini o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, 1 oy davomida уже ko'p so'zlarni yodlaysiz. Angliyskini ozgina tushunasiz. 1 yildan keyin уже angliyskida bemalol gapirishni boshlaysiz. Tushunyapsizmi? Yoki zalga chiqishni boshlasangiz ham, zalga chiqyapsiz, ozg'insiz yoki semizsiz, zalga chiqyapsiz. Trenirovkani qilishni o'rganyapsiz. Semiz bo'lsangiz, vazn tashladingiz. Ozg'in bo'lsangiz, vес oldingiz. Tushunyapsizmi? O'sha yerda ham muvaffaqiyat bor. Siz qanaqadir yutuqqa erishyapsiz kichkina bo'lsa-da. Endi tasavvur qiling, bu trenirovka qilishni 5 yil, 6 yil, 7 yil, 10 yil davomida qilib borsangiz, juda ham katta narsaga erishasiz. Shuning uchun bundoq qarasangiz, rostdan ham bugungi kuningiz, bugungi yilingiz, bugungi yoshingiz, hozirgi yoshingiz bundan oldingi yoshingizdan ko'ra yaxshiroq. 17 yoshda bo'lsangiz, 16 yoshdagi yoshingizdan hozirgi holatingiz yaxshi, ko'p narsalarga erishgansiz. 18 yoshda bo'lsangiz, 19 yoshda ko'proq narsaga erishdingiz, ko'proq narsalarni tushunib yetdingiz. Misol uchun, men O'zbekistonda o'tgan yili 20 yoshga kirganimda, meni kartamda taxminan dollarda 500 yoki 600 dollarcha pul bor edi. 21 yoshga kirganimda $1000 ko'p o'zimning pulim bor edi, kartamda save qilganim. Men hozir bu videoda $1000 pulim bor edi, 21 yoshga kirganimda $1000 bor deb maqtamoqchi emasman. Bu narsa maqtaladigan narsa ham emas, chunki $1000 unaqa katta pul ham emas. To'g'ri, katta pul, unchalik katta pul ham emas. Misol uchun 21 yoshga kirganimda xudo xolasa 5000 yoki 10000 save qilganim bo'ladi, rasxodlarimdan tashqari. O'zi umuman hozir pul misolida keltirdim. Pulni yig'sangiz ham anaqa emas-da. Qarang, o'zi pul biza boyiymiz, qachon pulni investitsiya qilsak. Odam pul yig'ib boya olmaydi-da, to'g'risi. Men shu narsani shunaqa deb o'ylayman. Investitsiya qilsangiz bitta narsaga, o'sha narsani rivojlantirsangiz, bitta narsaga investitsiya qilsangiz, o'shanda pulingiz ko'payadi. Pulni yig'ib o'tirsangiz, pul qatdan ko'payadi? Bitta joyda tursa, uni investitsiya qilib aylantirsa, конечно, ko'payadi. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun sizda ham o'tgan yili bo'lgan pulingizdan ko'ra hozirgi yoshingizdagi pulingiz ko'proqdir. Tushunyapsizmi? Ozgina narsa bo'lsa ham o'sha narsaga e'tibor bersiz, rostdan ham oldingi hayotingizdan bugungi hayotingiz yaxshiroq. Ya'ni o'tgan yilgi yoshingizdan hozirgi yoshingiz yaxshiroq, ko'proq muvaffaqiyatlarga erishgansiz. Keyingi narsa, 3-chi narsa bu skill o'rganish, ya'ni
qobiliyat o'rganish, o'zbekchada qobiliyat, qanaqadir dasturlashni o'rganasizmi, qanaqadir sotuv o'rganasizmi, video editing, video montaj qilishni o'rganasizmi, bilmadim. Qanaqadir skill o'rganishingizni xohlagan bo'lardim. Chunki skillingiz bo'lsa, siz har doim pul topa olasiz. Tushunasizmi? Misol uchun editor bo'lsangiz, misol men video bersam, videoimni edit qilib pul topsangiz bo'ladi. Dasturlash bo'lsangiz, qanaqadir kod yozib, programma qilishni o'rgansangiz bo'ladi. Tushunasizmi? Kod yozishni. Yoki dizayner bo'lsangiz, dizaynerlikni o'rgansangiz bo'ladi. Sotuv bo'lsa, sotuv o'rgansangiz bo'ladi. Tushunasizmi? Xullas, anaqani o'rganishingizni aytganimdek, skill o'rganishingizni xohlardim. Chunki o'zimizda ham o'zbekchada anaqa bor-ku, hunarli inson xor bo'lmasmi? Shunaqa degan gap bor edi-yu. Shunaqa rostdan ham hozirgi anaqada modern worldda siz skill o'rganishingiz kerak. Qanaqadir bitta muammoga yechim berishingiz kerak. O'zi biznesda mana shunaqa narsa, siz qanchalik katta muammoni hal qilsangiz, qanchalik katta muammoga yechim topsangiz, siz o'shancha qadrlanasiz. Sizga o'shancha qiymat beriladi. Misol uchun $100,000 muammoni hal qilsangiz, конечно, katta muammo, u sizga $100,000 pul keladi. Yoki oddiy $10,000 yoki $5,000 muammoni hal qilsangiz, sizga muammoni katta kichiligiga qarab sizga foyda keladi. Tushunasizmi? Aytmoqchi bo'lganim, skill o'rgansangiz, hech qachon xor bo'lmaysiz. Doim pulingiz bo'ladi-da, to'g'risi. Balkim bilmadim, content create qilishingiz boshlarsiz, ya'ni video ijtimoiy tarmoqqa qo'yishingiz boshlarsiz. Misol uchun, men qilayotgan ish, misol kameraga turib gapirish. Misol ko'pchilik kameraga turib gapira olmaydi, tushunasizmi? Bu ham qanaqadir qaysidir ma'noda skill, qobiliyat. U narsani o'rganib, kameraga gapirib, uni rivojlantirasiz. Tushunasizmi? Shuning uchun ko'proq skill o'rganing, pul topishga unchalik berilmang degan bo'lardim. Chunki 15 yoshdan 25 yoshgacha menimcha biz investitsiya qilishimiz kerak. Pul yig'sangiz, aytganimdek, investitsiya qilsangiz pul topasiz, ko'proq pul topasiz. Faqat yig'sangiz ham pul topa olmaysiz. To'g'ri, men aytmoqchi emasman, faqat investitsiya qiling deb emas. Vaqti keladi, investitsiya qilishingiz kerak, vaqti keladi, pulni yig'asiz va save qilasiz. U narsani endi hayotingiz davomida, tajriba davomida o'rganib tushunasiz. Qayerda save qilish kerak, qayerda investitsiya qilish kerak. 15 yoshdan 25 yoshgacha taxminan pulingizni 70-80% investitsiya qilishingiz kerak deb o'ylayman. Bu narsa o'zimga ham tegishli, men shunaqa deb o'ylayman. Chunki 20 yoshsiz, mashina haydab yurasiz, xo'p, keyinchi. Undan ko'ra men mashina haydamayman demayman, endi hammaning xohishlari, planlari o'ziga mos keladi. Misol, meni fikrlashim bilan sizni fikrlashingiz, meni rejalarim bilan sizni rejalaringiz to'g'ri kelmaydi. Lekin aytganimda 20 yoshda maqtanib mashina haydab yurgandan ko'ra qanaqadir narsaga investitsiya qilib, skill o'rgansangiz, keyinchalik 25 yoshga kirib, 26 yoshga kirib ham yaxshi mashinani, o'z xohlaydigan mashinani hayda olasiz. Chunki men e'tibor beryapman, chunki bu narsa o'zimda ham bo'lgan. Bolalarni ko'ryapman, endi yosh do'stlarimizdan, ukalarimizdan 18-17 yoshli bolalar qanaqadir maqtanib, boy ko'rinishga harakat qiladi. 18 ga to'lgandan keyin uje pravo olib, mashina haydab. Xo'p, bu narsa aytganimdek, o'zlarini qanaqa fikrlashi, o'zlarining rejalariga bog'liq. Lekin bu narsani to'g'ri deb bilmayman. O'shaning uchun ham men sizga maslahat bermayman. Bizni boy ko'rinishga harakat qilishimiz kerak emas, biza boy bo'lishimizga harakat qilishimiz kerak. Biza boy ko'rinib boy bo'la olmaymiz, biza ko'p pul topib boy bo'la olamiz. Chunki men bu narsani o'zim ham xato qilganman, g'dayta bilmadim 16 yoshlarimda. O'sha paytlari menda qiziqish bo'lgan, qimmat telefon ushlab rasmga tushib, qanaqadir boy xonadonlarni, uchastkalarni, hovli uylarni yonida rasmga tushib, boy ko'rinishga harakat qilib, Instagramda videolar qo'yib, istoriyalar qo'yib, va qarasangiz o'sha payt anaqa bo'lganda, soxta bo'lgan. Qattan puling yo'q, to'g'risida, diyor degan narsani keyin tushunib yetganman-da. Shuning uchun ham maslahat bergan bo'lardim. Boy ko'rinishga harakat qilmang, boy bo'lishga harakat qiling.
Endi biza boy bo'la olamiz, ko'p pul topib boy bo'la olamiz, boy ko'rinib boy bo'la olmaymiz. Shunaqa skill o'rgansangiz, ya'ni qobiliyatingiz bo'lsa, hech qachon xor bo'lmaysiz, har doim pulingiz bo'ladi. Misol uchun qarang, misolimda keltiraman. Men akam bilan 1,5 yilcha ishlaganman O'zbekistonda payti remotely, ya'ni masofaviy ishlaganman. Hozir ham akam bilan ishlayapman. Biza qiladigan ish Polshadagi talabalarni corporate joblarga, ya'ni korporat ishlarga, ofisning ishlariga kirishga yordam beramiz. Talabalarni va bitiruvchilarni, universitet tugatgan bolalarni ish olib kirishga yordam beramiz. Xullas, Polshaga keldim. Akam bilan ishladim. Polshaga kelgandan keyin ham 2 oycha ishladim. Keyin уже akam bilan ishlamadim. Chunki akam beradigan pul menga kamlik qilardi. Men где-то $500 olardim. Bu menga kamlik qilardi Polshaga kelganimdan keyin. Chunki Polshada talaba bo'lib, misol topa olasizda $500 dan ancha ko'proq, misol где-то $1000 topa olasiz agar yaxshilab ishlasangiz, tam o'qishlaringizni joyiga qo'ymoqchi bo'lsangiz. где-то aytganimdek akam bilan 2 oycha, 3 oycha ishladim akam bilan. Keyin men boshqanaqaga o'tdim. Ishga o'tdim magazinga, Bidronka Ashanda ishladim. Eski vloglarimda YouTube'ga qo'yganman, ko'rsangiz bo'ladi. где-то 2 oycha ishladim o'sha magazinda, Bidronka Ashanda, tipi O'zbekistondagi Havas, Makro, Korzinkaga o'xshaydigan magazin. Уже akam menga yana bog'landi, что men bilan ishlashga qaytdi. Men akamning ukasi bo'lganligim uchun emas, balki men akamga ko'proq foyda bera olganligim uchun meni qaytarib ishga chaqirdi. Chunki meni o'rnimga kelgan ishchilar yaxshi ishlolmadi. Tushunyapsizmi? Va men qilib yurgan ishim уже 1,5 yil, уже 1 yil 6 oydan beri qilib yurgan ishim, men akam bilan ishlardim, hammasini bilardim va akam meni yana ishga chaqirdi va hozir yana akam bilan ishlayapman. Men aytganimdek, hozir menda skill bor, qobiliyat bor, odamlar bilan qanaqa gaplashishni bilaman, klientlar bilan o'sha aytganimdek qanaqa gaplashishni bilan, sotuvni bilaman, marketingni tushunaman, odamlarni qanaqadir produktlarimizni reklama qilishni, xullas hammasini bilaman. Menda уже qobiliyat bor aytganimdek, bu biznes sohasida уже ko'p narsani tushunaman aytganimdek, shuning uchun akam meni qaytarib ishga chaqirdi. Bu ham mendagi qanaqadir skill, qobiliyat deb bo'lsa ham bo'ladi. Chunki sotuv bilaman aytganimdek, odamlar bilan qanaqa gaplashishni bilaman, qanaqa yozishni bilaman, tushunyapsizmi? Qanaqa nima gap ishlatishni. Xullas, bu narsani o'sha tajribam davomida уже 24 oy, уже 2 yil bo'libdi, уже 2 yil o'tgan yil emas, undan oldingi yili aprelda boshlangandi bu biznesda, уже 2 yildan oshdi. Shuning uchun aytganimdek, skills bo'lsa, har doim sizda pul bo'ladi, har doim siz qiynalmaysiz, tushunyapsizmi? Shuning uchun ko'p pul topmang, skill o'rganing, miyani rivojlantiring, bilimni oling, pulni keyin topib ko'rasiz. 15 dan 20 yoshgacha, даже 25 yoshgacha ko'p pul topadigan emas, balkim rivojlanib oladigan paytingiz уже 20 yoshdan o'tganingizdan keyin, где-то 25 yetganda o'sha paytlar уже katta pul topsangiz bo'ladi. Hozir topsangiz bo'ladi, mayli 15 yoshdan 25 yoshgacha kichkina pul. Aytganimdek, katta pul topmoqchi bo'lsangiz, birinchi miyani rivojlantiring, bilimni oling, skill o'rganing. Ular shunaqa. Bu meni do'stona sizga maslahatim edi. 20 yil yashab tushungan asosiy narsalarim. O'z juda ham ko'p narsalarni tushundim, lekin asosiy bo'lgan narsalar mana shu narsalar deb o'ylayman menimcha. Shuning uchun bu narsani siz bilan bo'lishdim. Shunaqa, charchamang. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bu narsa meni kanalimni rivojlanishiga yordam beradi. Do'stlaringiz bo'lsa, bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Har doimgidek videoni o'zim gapim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi. Shunaqa, ko'p gapirib yubordim o'zi.